120 domper frezerimizni mana tabiiy biz o'zimiz fosfat bo'tkamizga qo'yib ishlatyapmiz. Ishonchli oqlaganligi uchun. Xo'p, biz tabiiy sutdan o'zimiz taxlab semeslarni tayyor tabiiy sutdan, hech qanaqa ximikatlar aralashmagan tabiiy sutdan qilyapmiz. Hozir mana frezerimizni stoykalarini, ya'ni marojni qo'yib berganda stoykalarini tekshiramiz. Video davomida o'zingiz ko'rib, agar o'xshasa bitta like bosasiz, o'xshamasa endi qo'yib qo'yaverasiz. Hozir biz sizga hop, bismillah. Hop. Mana qo'ydik. Endi qarang. Oddiy 220 frezerimizni stoykasi. Ko'rishingiz mumkin mana. Mana shu 220 ga ishlaydigan, 2 kW tok tortadigan original domper frezerimiz bo'ladi. Bu tabiiy, toza sutdan bo'lgan, hech qanaqa ximikatlar aralashmagan smesimiz. Tushmaydi-ku. Ko'rdingiz? Bazor siltab tushirib oldik. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor.